Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun tayyor bo'lgan stol-ustullarimizni qisqacha obzor qilib o'tamiz. Video boshlanishidan oldin like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu yerda 7 xil, 8 xil stol-ustullarimiz tayyor bo'lgan. Arzonidan tortib qimmatiga doğru, xudo xolasa sizlarga hamyonbop bo'lgan narxlarda chiqarib berishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda stullarimizni yong'oq yog'ochidan boshlaymiz. Hammaga manzur bo'lib kelayotgan yangilik Cobra Monikani Xitoy atirgulidan bo'lgan. Ularimiz oq jemchug rangida bo'lgan. Materiallarga keladigan bo'lsak, materiallari Xitoy Atechento materiallarida aylangan. Spinka qismi Chester tugmali qilingan, orqa taraflariga mana medalionlar qilib, pardalar qilib tayyor qilib qo'yamiz. Ularimizni stulni 12 dona stuli, xon taxtasining uzunasi 320 ga eni 120. Ayollarni ko'rsatishingiz mumkin. Ayollar ham xudo xolasa xon taxta bo'lib pasayadi. Buni kimgadir 12 ta, 14 ta, 16 taliklar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli bo'lgan narxlarda qilib beramiz. Bu komplektimizni 12 talik holati, yong'oq yog'ochida tayyorlangan holatida 6 million so'mga tayyorlab chiqarib beramiz. Rangi o'zgarsa puli o'zgaradimi deganlar uchun yo'q. Rangi o'zgarsa puli o'zgarmaydi. Bu komplektimizni oq deydimi, jemchugmi, karishmi, rangi qizig'i yo'q. Faqat stullar qo'shilsa, narx qo'shilib qoladi xolos. Xuddi shu narsamizni Monika Cobra deyiladi bularimizni. Ko'rishlar mumkin. Machalkalarni 12 sm qilib ishlangan. Atechento material, Chester tugmali qilib gold sveti tayyorlangan, shampan gold qilib. Bu komplektimizni 12 talik narxi 5,5 million so'mga chiqadi. Komplektimiz yog'och qismiga keladigan bo'lsak, yog'och qismlari baqatera yog'ochida tayyorlangan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin, sifatlari juda chiroyli qilib ishlangan. Buni ham 12 ta, 14 ta, 16 talik qilib berish imkoniyatlarimiz bor. Pastdagi nomerlar doim aloqada turibdi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qilib beramiz. Xon taxtasining uzunasi uni ham 320 ga eni 120 qilib tayyorlaganmiz. Endi yangilik gulimiz, mana gullarni ko'rsatishingiz mumkin. Gullari yangilik. Monikani boshqacha fasonda qilib ishlangan. Tepa qismi gulning o'zi. Mana buni Monika deyiladi. Bunisi mana bo'lakcha guldan tayyorlanganmiz. Bu komplektimizni 12 talik narxi 6 million so'm qilib beramiz. Yong'oq yog'ochida bo'lsa, baqateralidan qilib beradigan bo'lsak, 5,5 million so'mga chiqarib beramiz. Bu ham xon taxtasi neobычный qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. To'rala burchagini sal olib qo'yganmiz xolos. Bu komplektimiz to'liq 320 ga endi 120 qilib ishlangan. Keyingi komplektimiz 14 talik. Xuddi shuni 14 talik varianti materialda jini o'zgarish qilganmiz. Bu komplektimiz xon taxtasi 360 ga endi 120 qilib ishlangan. Bu komplektimizni sizlarga xudo xolasa hamyonbop narxida 6 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz 14 talik holatida. Endi chinor yog'ochida tayyorlangan stol-ustulimizni yetib keldik. Chinor yog'ochida tayyorlangan bu komplektimizni ko'rsating. To'ponni atroflari, yog'och qismlari punni qoplama holatiga olib kelganmiz. Machalkalari 12 sm, Chester tugmali qilib ishlangan. Mana orqa taraflarini ham ko'rish mumkin. Arg'amchilar bilan yurtirilgan. To'liq holatida chiroyli qilib beramiz. Bu komplektimizni 6 million so'mga qilib beramiz. Xudo xolasa stullarni yog'ochi aytib o'tganimizdek, chinor yog'ochida bo'lgan. Kimga xuddi shunaqa stol-ustullar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Endi keyin komplektimiz mana yong'oq 16 talik yetib kelyapmiz. 16 talik yong'oq yog'ochida tayyorlangan joziba fason deyiladi. Machalkalari, materiallari turetchi qilib ishlangan. Ko'rishlar mumkin. Xon taxtasining uzunasi 360 ga eni 120 qilib ishlangan. Gullariga ahamiyat berasizlar. To'liq holatlarda sidinasi ham spinkasidan gullari kelgan. Orqa taraflari mana o'zidan chiqarilgan yog'och, chiroyli qilib qilingan. Bu komplektimizni xudo xolasa hamyonbop narxida 8 million so'mga xarid qilib olishlar mumkin. 16 talik holat. Buni ham xonalari xon taxta bo'lib pasayadi. Keyin komplektimizga keladigan bo'lsak, keyin komplektimizni baqatera yog'ochida tayyorlanganmiz 16 talik stol-ustul qoplama varianti. Bu komplektimiz ham xon taxtasi shu doimgidek necha metrli uylarga tushadi degan savollarga xudo xolasa bu komplektlarimiz 6,5-7 metrli uylarga tushib keladi. Machalkalari 12 sm, to'liq yon atroflari materiallar bilan qoplangan. Orqa taraflariga medalionlar qilib, pardalar qilingan. Bu komplektimizni 7,5 million so'mga xarid qilib olishlar mumkin. Manzillarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani 1-qo'l sexidan Ustunmijon sexidan tomosha qildinglar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib, yaqinlaringizga jo'natib qo'yishlarini so'raymiz.